Bular O'zbekistonning top 30 ta Minecrafter youtuberlari hisoblanadi va bu youtuberlar o'rtasida bugungi videomizda Berkin Machoq challenge bo'ladi. Xo'sh, youtuberlarni ko'rib turayotganingizdek, mana ular hozirda 30 ta va undan keyingi videolarimizda ham agarda videomiz yoqayotgan bo'lsa, videomizga like bosib qo'ysanglar, shunaqa kontentlarni biz ko'proq chiqarishga harakat qilamiz va bu hali bizda boshlanishi. Bu agar videomizning likeini va kommentariyasini bomba qilib bersangiz, biz keyingi videoda 30 ta emas, balki 50 ta yoki-da 100 ta youtuberlar o'rtasida ham Berkin Machoq yoki-da va umuman boshqacha challenge video olishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun hoziroq pastga o'chib videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Bunaqa kontentlar faqat bizda chiqadi, shuni unutmaymiz. Agarda bunaqa videolarni kimdadir ko'rsanglar, bunaqa videolarning barchasi bizning ideyamizdan chopilgan bo'ladi va bunday kontentlarni faqat biz qilamiz. Endi yugurishinglar mumkin. Davay, let's go. Hammalarga ruxsat. Yo, bularni qaranglar, yugurib ketishini, namuncha ko'p bularni men qanaqa qilib topaman va umuman miyamga ham sig'dira olmayapman. Bularni topishning o'zi bir azobku. Yonma-yon narada yana ko'pchilik har qayerga tarqab ketyapti. Yonma-yo, bularga aytgancha berkinishligisi uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. Bu 1 daqiqaning ichida ular qayerga berkinishsa berkinib olishligisi kerak bo'ladi va men 1 daqiqadan so'ng ularni qidirish va ya'ni ularni ko'rib qolsam, uje ularning videodan chiqarib yuborishga huquqim bo'ladi va bu yerda Denuzb o'tib ketyapti. Ha, Denuzb o'tib ketyapti. Nega ular bu yerga ketyaptilar? Shuncha yurgandan so'ng mayli. Hop, endi biz davaychi obunachilar qidirishni boshlagandan keyin videoni davom ettiramiz. Davaychi unda biz boshlab ham oldik. Yo'q-mayo, nima bo'lyapti? Xo'p, bo'ldi. Hop, endi biz sekin-astalik bilan bu yerga kirsak ham bo'laveradi va bu yerda kim borligini bilmayman. Yo'q-mayo, uchish to'rdinglar-ku. Yo, bu kim edi? Ko'rmay qoldim, Fistermidi? Hop, bu yerda, kim bu yerda? Daringdel, yo'q-mayo. Yo, nimaga sizlar bitta joyga berkinib olasizlar? Men sizlarga hayronman borku. Yo'q-mayo, bu yerda o'zi kimlar bor? Tushunmadim. Raker, lider ko'rganlarim hozircha shular. Yo, bunachilar mana o'sha challenge'imiz boshlanganga hali 1 daqiqa ham bo'lmay, o'sha bizni naqd 10 dan ortiq yoki-da 5 dan ortiq youtuberlarni o'sha balki undan ham ko'proq youtuberlarni birdaniga topib ham bo'ldik. Bu bizga ancha yaxshi degani, sababi ularni birdaniga topish bu juda ham qiyin. Hop, mayli, biz davom etamiz unda. Qani, let's go. Bu yerda turishdan foyda yo'q, lekin bizga bu juda ham ancha yaxshi bo'ldi, sababi biz birdaniga juda ham ko'plab youtuberlarni topdik. Menimcha men o'ylagan edim, rekerlarni bir oxirroqga topsam kerak deb. Sababi negaligini bilmayman, lekin ularni birinchi bo'lib topdik. Afsus. Mayli, hech qisi yo'q. Hozirda bizda adashmasam artefaktni hal topganimiz yo'q. Yozib qoldiramiz kommentariyaga ham artefaktmi yoki-da sizlar uchun artefakt yaxshimi yoki-da sizlar ko'proq artefaktni yaxshi ko'rasizlarmi yoki-da rekerni ko'proq kuzatasizlarmi? Artefaktni hammasini yozib qoldiring. Bu narsalar biz uchun juda ham qiziq bo'ladi va biz davom etamiz. Bu yerda hech kim yo'q hozircha. Menimcha bu yerga hech kim berkinmagan. Berkingan bo'lsa ham, bilmadim nega bu yerga berkinishgan bo'lar edi. Xo'p. Yo, narada kim? Yasiko, adashmasam Yasiko tushib ketdi. Yo'q-mayo. Yo, mana. Как раз mana artefakt deb turgan obunachilar mana artefaktni o'zini shaxsan o'zini mana topdi. Yo'q, hacker nima qilyapsizlar bu yerda? Yo'q-mayo. Yo, bu yerda Frozen bor, Bog'irchik va Bluer bor. Yo'q-mayo. Juda ham qiziq, bular bir joyga berkinishgan. Yo'q-mayo. Bu bizga ancha ham yaxshi bo'ladi. Va kommentariyada ham yozib qoldiring. Bular videoda gapirib o'ynasa, men bularni mikrofonda gapirmanglar degan sababi juda ham bozor bo'lib ketishi mumkin. Shu uchun sizlarni o'ylagan holda, ya'ni video tushunarli bo'lishi uchun hech kim gapirishi mumkin emas, faqat mendan tashqari. Sababi videoni men olyapman, faqat men gapirsam bo'ladi men uchun. Shuning uchun ularga ruxsat berilgani yo'q. Agarda yo'q, mayli va mikrofonda gapiraversin, bozor bo'lib ketsa ham desangiz, kommentariyaga ham yozib qoldiring. Gapiraversin desangiz, gapiraversin yozib qoldiring. Agarda yo'q, shu yaxshi gapirmasdan o'zingiz gapirganingiz yaxshi deb o'ylasangiz, minus deb yozib qoldiring. Agar gapirib o'ynasinlar desangiz, plus deb yozib qoldiring kommentariyaga. Bu narsani biz o'zimizga kommentariyadan aniqlab olamiz va keyingi videolarimizda shu narsaga qarab harakat qilamiz.
Xo'p, biz qidirishda davom etamiz. Ya'ni bu yerda hozircha tashqariga chiqqanimiz yo'q albatta. Hozir men videoni kadrni bo'lgan vaqtimda sanab chiqdim. Hozir rovna bizda 30 ta youtuber bor bo'lsa, hozirda naqd 20 ta youtuberni уже topibmiz. Ya'ni bizda hozirda shundan kelib chiqadiki, 10 ta youtuber qoldi. Ya'ni 10 ta youtuberni topsak bo'lgani. Xo'p, va biz davom etamiz. Let's go. Va biz bu yerdan sekin-astalik bilan tepaga chiqishimiz kerak menimcha, sababi bu yerda hech qanday berkinadan, ya'ni berkinadigan joy yo'q menimcha. Albatta va bu yerda tupik oxiri nimayla davom etamiz. Xo'p, lekin tepani ham tekshirishimiz kerak menimcha. O'ylashim bo'yicha. Meni chunki adashmasam videodan oldin tekshirib chiqqan edik. Shu tepalarda qandaydir berkinish uchun joy bor edi. Agarda youtuberlarning IQsi baland bo'lsa, shu joyga berkinib olishar edi. Sababi chunki o'zim ham shu hozir aytayotgan joyimga berkingan bo'lar edim. Hozirda chunki eng yaxshi joy hozir men aytayotgan, ya'ni bloklar orasidan sekin yashirinib kiradigan joy edi. Bilmadim ular men aytayotgan joyga kirishganmi? Mana xuddi shunga o'xshash joylar va mana bu yerda kiradigan joylar bormi? Qani ko'ramizda, mana bu yer bor ekan. Masalan, shunday joyga tushib olar edim, lekin tushishimdan oldin bloklar ham olib olar edim. Sababi bu yerdan chiqib, ya'ni qidiruvchi bilan distansiya saqlash uchun, oraliq masofa saqlab turish uchun. Ya'ni parallel bo'ylab berkinib yurish uchun shunday bloklar olib, sekin tushib olgan bo'lar edim. Mayli, bu yerda ko'rganingizdek hech narsa yo'q va biz vaqtni yo'qotmagan holda biz davom etamiz va videomiz yoqayotgan bo'lsa, aytish esimizdan chiqdi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaymiz. Sababi bunday kontentlarni o'sha videoni boshida aytgandek, bunday kontentlarni faqat bizdan topishingiz mumkin bo'ladi va bunday kontentlar faqat birinchi bo'lib bizda chiqadi, qo'yalarda chiqsa bizdan o'g'irlashgan bo'ladi. Va do'stlar, bunday kontentimiz uchun va bunday youtuberlarni bir joyga to'plash ham juda ham oson ko'rinadi sizlar uchun, lekin bu yerda ularni bir joyga, ya'ni bir vaqtga ularni vaqtini to'g'rilab, ularni bunday videoga chaqirib olish juda ham muammo. Shuni qadrlagan holda kelinglar shu videoga like-ni bomba qilib tashlaylik, davaychi do'stlar. Sababi bunday kontentlar shu aytganimdek faqat bizda chiqadi. Keyin esa qo'yganlarda, ya'ni agarda bizdan tashqari yana kimdadir shunga o'xshash yoki youtuberlar o'rtasida challenge video kimdir olsa, bilingki ular bizdan video g'oyasini o'g'irlagan bo'ladi. Sababi O'zbekistonga faqat biz olib kiryapmiz bunday kontentlarni, ideyalarni, youtuberlar o'rtasida challenge'larni barchasini shaxsan o'zim olib kiryapman desam ham bo'ladi. Xo'p, mayli, biz davom etamiz yana. Hozircha yana oldinda adashmasam 10 ga yaqin yoki adashmasam aniq 10 ta bor edi youtuberlar. 10 ta bor edi. 10 ga yaqin yoki 10 tacha youtuber bor edi. Ular qayerda endi? Men tushunmadim. Yo'q, bu yerda hech kim yo'q ko'rinib turibdiki. Xo'p, bu yerga o'tadigan bo'lsak, tezroq 10 ta youtuberni topsak yaxshi bo'lardi. Tezlashga majburmiz. Va yo'q-yo'q mana shunaqa joylarni aytayotgan edim va bu yerga kiradigan bo'lsak, yo'q-yo'q tak va biz davom etamiz qidirishni. Qani yo'q youtuberlar, yo'q-yo'q mana aytganimdek, men shunday joyga berkinib olishgan, nega? Lekin bular bir qatorga turib olgansizlar axir. Yo'q, obunachilarni o'zida ko'rayotganlar, qancha youtuberlar shu yerga berkingan? Umar Blade, Prismarimen, Baxus. Yo'q, obunachilar mana o'zida ko'rganlarda o'sha va nihoyat biz naqd 30 ta youtuberni va nihoyat topib bo'ldik. Bu bizga biroz qiyinchilik tug'dirdi, lekin bu bizlar uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmadi desa ham bo'ladi. Lekin biroz qiyinchilik tug'dirdi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar.